ikkalasini solishtirgan paytingda bu chiroyli-ku mana. Aka, bu ham aboymi? Turishini qarang bu aboyda. Mana aboyda erkak, mana aboyda erkak. Yo, bunday o'zi bir yo'roqdan turib bir qaragin, ikkovini bir solishtirgin, bu boshqa narsa-ku. Ikkalasini taqqoslab bo'lmaydi buni bir-biriga. Bu qarang, o'rmon bo'lyapti. Aka, mana qaytik variant, ho trenddagi aboychalar. Mana aka, udar aboy. Ey Ravshanjon, 8 dan ziyod usta bilan ishlayman. Hammani fikrini jamlab aytayman senga. E'tibor bergan, sal beroqdan turib e'tibor ber, ikkalasi boshqa narsa bor. Bunga to'g'ri keladigan aboy yo'q. Akalar nima umuman bo'lyapti bu yerda? Amirjon, qarang. Bu yangi kelgan aboyimiz. Hop. Ranglari, turlari bilan bor. Ikkalamiz tortishyapmiz, qaysi chiroyli degan payti bu aytayapti, bu men bu yangilikda aytayman. O'zingiz baho bering yoki obunachilarimizga ayting mana. Hurmatli obunachilar, bizda yangiliklar kelgan. Hop, Abror akamiz bilan Ravshanbek aboyish ukamiz tortishyapti. Qaysi biri sizlarga ma'qul? Hop, kommentariyada yozib, layklarni bosib, bitta izohda qoldirsangizlar, qaysi ma'qulligini shunga qarab, sizlar ikkalasi qaysi biri to'g'ri aytayotganini bilib olamiz. Hurmatli Usta akalar, partishkada bo'lamiz, partishkada.